Usta aka, siz hozir bu eshik romlarga 5 yildan 10 yilgacha garantiya beryapsiz. Aha. O'zi bu sohaga necha yil bo'ldi kirib kelganingizga, necha yildan beri shu soha bilan shug'ullanasiz? Shu haqida ma'lumot bersangiz. O'zimiz shu sohada yurganimizga 2004-yildan beri eshik rom sohasidamiz. Akamiz usta bo'lib chiqqan, akamizni yoniga kirganmiz. Xo'p, aynan akva sohasiga o'tganimizga 14 yil bo'ldi. 2012-yilda endi klientlarimiz yog'och o'rnatganimizda akva ham qilasizlarmi deb klientlar o'zi nima qilingan. Shundan beri 2012-yildan beri shu akva firma bilan ishlaymiz. Xudo xolasa 14 yillik tajribamiz. 14 yil davomida birorta bir eshigingizni bir nima bo'lib ko'rdingizmi yoki brak bo'lib qolgan holat, nosozlik holatga tushganmi? Xo'p, unaqa holatlarimiz bo'lib turadi. Qanday desam bo'ladi? Ko'proq haligi bilasiz, supermarketlar, ko'p kirib chiqadigan joylarimizda shu oyog'imiz tagiga ezilib qoladi. Shu aybimiz shu. Bu endi ayb ham hisoblanmaydi, chunki odamlar o'zi bosib o'tadi, iloji yo'q. Bir odam ko'rib bilmay bosib o'tadi. Shuni hisobiga nima? Uni berayog'ida xudo xolasa xo'jaliklarimizga qancha qilgan bo'lsak, xudo xolasa xo'jaliklardan xizmatlari yaxshi ishlayapti. Bundan tashqari siz taxta eshik romlari ham qilib olasiz. Taxta NDF qilamiz. Keyin haligida bozorga to'xtalib o'tdik. Bozorda akfa narxida ham siz qilib bera olasizmi? Shu misol mana eshikda 4 million 100 mingga to'xtayotgan bo'lsa, keyin oxiri 2 million 2,5 millionga qilib beraman dedingiz. Shuni o'sha 1 million 1,5 million atrofida ham o'sha eshik romlarini qilib bera olasizmi? Qanday bo'ladi bu qilib bersa sifatlariga qanaqa garantiya berasiz? Xo'p, unchalik qilib bera olmaymiz, chunki bizda ovorish xizmatlari bor, o'rnatish xizmatlari bor. Keyin bizda yana nima desam bo'ladi? Ovorib keyin razmeringizga to'shnik bo'ladi. Misol bozordan olib kelsangiz 5 sm yo katta yo 5 sm kichkina bo'lib qolishi mumkin. Tagiga g'irsh yurish. Endi biz joyingizga mos qilib, chiroyli qilib haligi razmerlar olamiz. Endi imkon qadar misol aloqaga chiqishaversin, kelishtirib beramiz. Endi firma bilan firmaning farqi borligi uchun ozgina qimmat bo'ladi. Undaqa ko'p emas. Endi 500 mingmi, 600 mingmi qimmat bo'ladi lekin. O'zi arzon narxi bilan qimmat narxini farqida 400 ming, 500 ming razlika qiladi. Agar haqiqiy o'shunaqa bozorning profilidan ozginaqa nimaroq bo'lsa, o'shunaqa farq qiladi. Ko'p unaqa farq qilmaydi. Chunki bizda ovorish, o'rnatish xizmatlarimiz, ashlarimiz jicha qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. O'sha xizmat sizni olib borib o'rnatib berish xizmati jicha qo'shilib qolishi mumkin. 300 ming, 400 ming o'shanga yetib qoladi. Misol bozordan 700 ming, 800 ming, 1 millionga eshik olib borib o'rnatadigan bo'lsa ham, o'zi o'rnatsa ham o'sha penasini, boshqasini olib 150 ming, 200 ming rasxod qiladi. Yo'l kirasi bor uning ichida, o'sha penasi bor. Ular bir 700 ming olgan eshigiga pashti 1 millionga tushadi. Sizlar xuddi o'sha narsani 1 million 100 ga 1 million 200 atrofida o'sha eshikdir razmeriga qarab, boshqa qilib yo'l kiradi, hamma yo'q ichida o'zi ham borib o'rnatib berasiz. Shunaqa qilib beramiz. Endi bozordagidan farqi yaxshiroq bo'ladi baribir. Sizlar qilib berganlarni. Garantiya beraverasizlar unga ham. Unga ham garantiya beramiz. 5 yil, 10 yil unga ham garantiya berilaveradi. Mijozimiz bilan gaplashish davomida aytamiz unga, tushuntiramiz. Aka, bu profillarimiz mana uncha garantiya. Klub kalitlarini ham o'sha akvalardan haqiqiy firma. Akvani o'zi, firmani o'zi bizga 5 yil garantiya beradi. Firmani o'zi ham bizga 5 yil garantiyasini beradi. Biz ham mijozlarga 5 yil garantiyasini beramiz. Faqat endi garantiyasini beramiz. Misol uchun masofa uzoq-uzoqroq joyda bo'lsa, o'shani ham aytib o'taylik. Faqat keldi-ketdi gazimizni rasxodiga berish mumkin. Qish kunlarida bo'lsa, biznes rasxodlarimizni berish mumkin. Klub kalitlari bepul bo'ladi. Misol Toshkentga aytadigan bo'lsa, Toshkentda zagas bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha garantiya bergansiz, o'sha buzilib qolgan bo'lsa, siz yo'l kirasini to'lasa, siz borib o'zingiz endi baribir yo'l kira boshqa bo'ladi. Shunaqa endi shu tomonlarni aytib qo'yaylik. Bu haliga to'g'risini aytsak, klientlarda o'sha klub kalitlari bepul, misol mahalla-ko'y 10 kilometr, 15 kilometr atrofimizda hech qanaqa u gazimizga pul berib, unaqa deyilmaydi. Endi boshqa viloyat, boshqa misol vodiy bo'ylab ham o'sha hozir biz Qo'shtepa tumanidamiz. O'zi Qo'shtepa, Tashlar, Yazavon, Oltiariq ham bor, yana Oltiariq atrof, Mag'ilon atroflarida xizmatlarni ko'rsatib beraverasiz. Bepul o'sha atrofda buzilib qolsa, atrofimizda bo'lsa, garantiyalar ichlarida qilib beramiz. Endi biz yo'l kira o'sha 50 kilometr, 60 kilometr uzoqlikda bo'lsa, endi o'sha yo'l kirani to'laydi. Sizlar borib hamma yo'llarni qilib berasiz. Hamma yo'llarni qilib beramiz, xudo xolasa. Bu endi bu o'rnatilgandan keyingi bo'layotgan jarayon. Oradan misol 1 yil o'tadi, 2 yildan keyin nevaralari buzib qo'yishi mumkin, o'zingiz bilasiz. Yosh bola borib uyda buziladi. Osilishib, shunaqa qilinsa, nima qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Endi yana klientlarimizga taklif qilamiz. Endi misol hammaning imkoniyati bunaqa zo'rlarga yo'q. Misol kimdir aytadi, o'zimizga aytadi, bozordan olib kelsa o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor, o'rnatib ham beramiz. Keyin shunda klientlar aytadiki,
shu eshikni siqib bersangiz, romlarda bozordan olsamchi deydi. Endi bo'lishi mumkin deyman, romlarimiz kamroq ishlaydi. Romlarni mayli oling deymiz. Joizga to'g'ri keladigandan olsangiz, undan. Endi eshiklarni tavsiya qilmaymiz, chunki eshiklar juda ko'p ochilib yopiladi, o'zingiz bilasiz. 5-600 mingga qaramang, eshiklar imkon qadar yaxshisidan qiling deymiz. Biz klientlarga maslahatimiz qo'ldan kelgancha maslahat so'raganlarga maslahat beramiz. Haligi faqat o'zimiz bitirib qilib beraylik emas, bozordan olaylikmi deyilganlarga biz romda oling deymiz. Imkoniyatga qarab, misol forchkalarni to'g'ri kelsa forchkalarni oling deymiz. Eshiklarda ko'proq kirib chiqadiganligi uchun imkon qadar eshiklarni deyman yaxshiroq qildirgan yaxshiroq. Chunki remontingiz endi bitganda eshigingiz ochilmay tursa, tayi tegib qolib, shabada kirib tursa, bu bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. Uni remontni buzish kerak bo'ladi, haligi eshikni yana. O'zingiz bilasiz, o'shanga. Sizlarda haligi eshikni peredagi qilish xizmatlari ham bor, misol bozordan olib kelgan, qo'pol aytganda romda bozordan olib kelgan, kattaroq razmerda olib qo'ygan yoki eshik romni kichraytirgandan keyin rom nimani kichraytirish kerak bo'lib qolsa, o'sha peredagi xizmatlari ham bormi? Alyumin mahsulotlari bo'lsa, vaqtimizga qarab, misol sirazi bas, vaqtimizga qarab, bo'shashingizga qarab berilaveradi. Fikrlashib turib, kichkinlashtirib, alyumin mahsulotlari bo'lsa, kichkina qilib beramiz. Katta qilib beramiz, lekin kichkina beraveramiz. To'g'ri. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik degan umiddamiz. Videoning tagida ustagan nomerlarni yozib qoldiramiz. Bizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin.